xuddi mana shu shaklda mana kovushlarini chiroyli qilib bog'lab, baquvvat qilib yo'lga chiqarib yuboramiz. Barchaga assalomu alaykum, hurmatli bizni YouTube ijtimoiy tarmog'idan kuzatib turgan mijozlarimiz. Kecha 17-martam Inchon portida edik. Bugun 18-mart yana tashrif buyurdik. Sababi bugun bizda yana ikkita texnika bor. Ularni ham kemaga yuklash uchun, albatta kelib tekshirib videolarini olish uchun, sizlarga ko'rsatish uchun tashrif buyurdik. Bu yerga mana hozir katta kema keladi. Har doimgi kemamiz. Hozir kelgani yo'q. Kecha qor, yomg'ir yoqqan. Koreyada juda ham sovuq, ko'rdinglar o'zinglar. Lekin sizlarga shunaqa sovuq bo'lsa ham hozir texnikalarimizni birma-bir ko'rsataman. Bugun bizda ikkita texnika, bitta 60 talik Volvo hamda 65 talik Hyundai texnikalarimiz O'zbekiston, Andijon hamda Qozog'iston, Shimkentga qarab yo'lga chiqib ketyapti. Qani bo'lmasa, bismillah deb bir boshdan boshlaymiz. Dastlabki texnikamiz Volvo 60 talik. Xo'p, 2020-yil 4,5 soat ishlagan, balonlari 70-80% holatda. Umumiy texnikaning holati juda ham yaxshi. Mana taglarini, asosiy qismlarini sizlarga ko'rsataman. Mana yog' oqqan joylari yo'q. Mana kardallari ham hammasi toza holatda va texnikada bitta hozircha mana asosiy kovush, uni yoniga ikkita yana qo'shimcha kovushlar keladi. U kovushlar kelgandan keyin esa biz mana arqon bilan baquvvat qilib bog'lab keyin kemaga yuklaymiz. 360 adapteri bor, qisqichi bor. Mana texnikamiz Qozog'iston, Shimkent shahriga chiqib ketyapti. Orqadagi Hyundai 65 talik esa O'zbekistonga. Texnikani mana ichini ham ko'rsanglar bo'ladi mana. Xo'p, magnitofonlarigacha bor. Monitorlari juda ham toza holatda texnika haydalgan. Strellarni ham ko'rsanglar bo'ladi. Toza. Suvarga tegib, singan joyi yo'q. Buni alohida biz e'tibor qilib tekshiramiz. Motorini ko'rsataman, motorini. Navbatdagi texnikamiz esa Hyundai 65 talik O'zbekistonga andijonlik mijozimizga chiqib ketyapti. Buni mana qaranglar. To'liq full komplekt. Bitta katta kovush, transin kovush, atboynik va mana kichkina yana bitta qo'shimcha kovushlarigacha bor. 360 adapter, qisqich. Eng qizig'i bu texnika hali yoshiga to'lmagan, ya'ni 1 yoshga ham to'lmagan. 2024-yil 400 soat ishlagan, atiga 400 soat. Texnikaga mana qaranglar. Hali bir tomchi yog' ham tommagan hatto. Balonlari mana 80-90% yaxshi holatda. Kraskasi ham ko'chmagan hali bu texnikani qaranglar, o'ng qaranglar. Kraskasi ham ko'chmagan. Tagidagi kardallari ham mana juda ham zo'r holatda turibdi. Qani eshigini bir ko'ringchi. Bu boshqalarning eshigi ham bunaqa yopilmasa kerak. Wow. Gentra'ning mashinasi, Gentra'ning eshigi ham bunaqa yopilmaydi. Mana buni ham strelasini ko'rsataman. Hatto qirilgan joyi yo'q. Svarka tugul qirilgan joyi yo'q. Xo'p, ichini ham ko'rsatay endi buni baribir sizlarga. Wow. To'liklarigacha bor ekan. Ya bismillah.
O'rindiqlari ham mana Hyundai'da o'ziniki. Hyundai kompaniyasiniki. Hop, monitor. Mana bu yerdan bitta monitor. Bu yerda kamerasi bor albatta. Texnikaning atrofida bemalol tekshirib tursa bo'ladi. Magnitofonlarigacha bor, zaryadniklarigacha bor ekan, hatto konditsionerlar zo'r ishlaydi. Xullas, texnika ideal holatda. Juda ham yaxshi minilgan. Hoppa. Orqasi. Mana shu ikkita mini texnikalarimiz xudo xolasa bugun o'z manzillari tomon yo'lga chiqib ketadi. Shunaqa qilib xudo xolasa birozdan keyin ushbu texnikalarimizni kemalarga yuklaymiz. Agar xohlasanglar bunaqa katta beton, tayyor betonni baland etajlarga olib chiqib beradigan texnikalarni ham Koreyadan yuborsak bo'ladi. Bu ham mana hozir Qirg'iziston Respublikasiga chiqib ketyapti ekan. Bunaqa texnikalar ham Koreyada bor va biz buni yuklab sizlarga yetkazib bera olamiz. Quyidagi telefon raqamlariga bizga murojaat qiling. Biz esa sizga sifatli va ishonchli hamda hamyonbop texnikalarni yetkazib berishda davom etamiz.